yil deganda qizaloqli bo'ldingiz. Ismi nima qizingiz? Jahona Begim. Rezultati yaxshi, bitta davolaganda hozir yana homiladorman. Hozir yana homiladormisiz? Qarsaklar. Qanday muammo bo'lgan ekan? Muammoni sababini o'rgandingizmi? Tagogramma qon quyuqligi bo'lgan, kislorod yetmagan bolaga. Tushgan ahvolga tushib qolganman. Qo'rquv, yeb inaqa yeydigan ichadigan narsalarimgacha yozib berganlar-da. O'zlari uchun ham, men uchun ham katta yangilik bo'lgan, chunki bu bolajondan keyin уже kelishib olganmiz. 3 yil dam olamiz, kuch yig'amiz, immun tizimi yig'amiz deb, lekin kuchli tayyorgarliklari hozirgi homilani ham, hattoki meni yordamimsiz ham yaxshi sog'lom ko'tarishga imkon beryapti. Chunki bularni oilalarida muhit o'zgardi. Umuman tuban bularni oilalaridagi bularga munosabat o'zgardi. Xat yozganlar menga. Xat yozganlar. Nima muammo bo'lgan bularda? Bularni asosiy muammolari, afsuski, mutaxassislar bir talabnoma yondashgan. Kompleks qilganda biz nafaqat ginekologik yordam, bularda ginekologik organlar sog'lom, buni isbotlab beryaptilar, homilador bo'lyaptilar. Lekin yondosh xastaliklar, immun tizimni sustligi, o'sha bular faol bo'lishlari kerak edi. Qon aylanish tizimini nima kuchaytiradi? Sport, yaxshi ovqatlanish, immunitet ko'tarish, ayoli harakatchan bo'lishli. Bularda nabarot etishgan. Harakatsiz bo'lib tapataq yotasan homilapat. Men nabarot, yo'q, yurasan, qadam tashiysan, saniysan qadamingni. Ovqatlanayotgan narsa menga rasmga olib yuborasan, oqsilishing kerak. Shunga qarab ular turmush o'rtoqlari bilan har doim kelganda men aniq bilaman, menda yana ham rivojlanmayapti. Birga kirardik, chunki qo'rquv bor edi bularda kuchli. Biz 2023-yilda kelganmiz. Undan oldin 4 marta yetishi bo'lganman. Bolalarimiz o'smay qolavergan. 4-infeksiyada davolanganmiz ko'p. Keyin Shahnoz Fayzullayevning oldiga kelganman. 2023-yilda oilam to'g'risi oxirgi tochkada turibdi desam, keling men sekinga davolayman degan. O'shandan davolanishni boshladik. Aprelda homilador bo'ldim. 24-yil 30-yanvar tug'dim, Xudoga shukr. Aniq tashxis qo'yadigan joyga borishni tavsiya qilaman hammaga.